O'zi yog'imli Tataristonning ot qozongan artisti Elmira Kalimullina. Hamroyada avtor Elmir Nizamov, skripkada Dina Zakirova. Olqishlar bilan qarshi olg'az. Senga so'zlagan. Yar boyunda birga yurgan edi, yoqqan edi o'sha tungi ushlab dashttara oy nurida yuzgan uşaklar. Tunlarga davrga kirgan edi, qarshiladi dog'larni. Erinlarda hamon yonimdara, mahaladan sönmas oynara. Yol boyunda dolan, ışık yaktı, sen ahırsa görmeden. Şu mehabeteler, şu şanıyla, ışık bulan yanar yüreğim. Yol boyunda birga yürüyen edi, yoqqan edi uşaklar. Tungi uşak gibi yonimdara, oy nurida yuzgan uşaklar. To'g'ri qaynar uşak suylar, hayladi o'zanlar ko'mirga. Tungi uşak bolar, yonib qolar, seni bag'riga meni ko'ngilga.
Dünya